Samarqand har doim o'z temirchi ustalari bilan mashhur bo'lgan. Ularning mehnati buyuk shahrimiz bunyod etilishiga poydevor bo'lgan. Ular yaratgan mahsulotlar o'zining mustahkamligi, ishonchliligi va sifati bilan qadrlangan. Oradan asrlar o'tsa-da, biz ularning ishini davom etmoqdamiz. Texnologiyalar o'zgardi, biroq samarqandliklarning o'z hunariga bo'lgan ishtiyoqi va eng sifatli mahsulotni yaratish istagi hech qachon o'zgarmaydi. Samarqand yillar davomida sayohatchilarni qabul qilib kelgan. Turli madaniyatlar, turfa an'analar va ranglar. Bularning barchasi shaharning bir qismiga aylangan. Shahar qanchalik serqirra va yorqin bo'lsa, bizning metall ham shunchalik xilma-xil bo'lib bordi. Samarqand temirining sifati va mustahkamligi butun dunyo ahlining qalbidan joy olgan. Qadimda ham shunday bo'lgan. Bugun ham biz bu darajani ushlab turibmiz. Samarqand metallurgiya zavodi asrlar osha mustahkam.